Navoiy viloyati Karmana tumani Mikrokredit bank filial tomonidan amalga oshirilgan bir kontor bir mahsulot loyihasi 10 gektarlik yer maydoni kungaboqar simichga ekilgan. Navo mega navli urug'dan ekilgan. 1 kilo urug' $300 Vodiydan olib kelingan. 10 gektarga ekilgan. Gektarga 8 kilodan 10 gektarga 80 kilo urug' sepilgan. To'liq urug' chiqqan. Bugungi holatda hamma agritexnika xizmatlari amalga oshirilgan. Holati yaxshi. Dorilari berilgan vaqtiga erta 3 kun 4 kundan keyin suv olish muddati keladi, suv olinadi. Bu yer maydoni ijaraga chiqarilgan, 45 ta ijarachiga bo'lib berilgan. Har bir ijarachi 25 sotixdan ajratilgan. Bu degani bir oiladan 3-4 ta odamlar bo'lgan joyi bor. Mana gektardan xarajati jami 15 million so'mdan xarajat qilingan. 10 gektarga 165 million o'zi xarajat ketgan. Bu tayyor mahsulot bo'lgandan keyin 76 million so'mdan daromad olinib, jami 10 gektarga 835 million daromad olish mo'ljallangan. 1 kilo tayyor bo'lgan mahsulot narxi 25 ming so'mdan o'rtacha bozor narxiga sotiladi. Bunda gektaridan 1 tonna, 10 gektardan 40 tonnaga mo'ljallangan hosil olish. Bunga agregator sifatida Sherxon Karmana agregator bo'lib kirgan. Hisob raqamlari ochilgan. Hamma agritexnika ishlari qilingan. Holati yaxshi. Bu mahsulot 90 kunga taqib bo'ladi. Sentyabr boshlari avgust oxiri bilan o'riladi.